Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan algebrik kasrlarni hisoblash deb qo'ydim. Algebrik kasrlarni hisoblashda qo'shish, ayirish, ko'paytirish, bo'lish hammasini bitta ko'rib ketamiz. Kechagi darsimizda algebrik kasrlarni umumiy mahraj berish va kasrlarni qisqartirish degan mavzularda o'tgan edik. O'sha mavzular ham kerak bo'ladi bularga. Oddiy kasrlarni hisoblashda nima qilamiz? Oddiy kasrlarni agar mahrajlari o'xshash bo'lsa, suratlarni qo'shamiz yoki ayirish bo'lsa ayiramiz. To'g'rimi? Algebrik kasrda ham xuddi shunday. Mahrajlar o'xshash bo'lsa, mahrajdan bittasini yozamiz. Mana qarang. Kasr chizig'i chizib, mahrajdan bittasini yozamiz. O'xshash-ku. Suratlarni nima qilamiz? 2 plus 7s. Endi qarang. 2 ga 7sini qo'sha olasizmi? Mana shu holatda qolar ekan javobingiz. Bormi shunaqa javob? Qaysi javob? Keyingisiga qarang. Keyingisini mahrajlari o'xshashmi? Mahrajlar o'xshash bo'lsa, bitta mahrajni yozsam bo'ladimi? Kasrlarni qo'shish ayirishdan bilamizki, mahrajlar o'xshash bo'lsa, mahrajdan bittasini yozamiz va suratlarni ayirib qo'yamiz. A minus S. A dan S'ni ayira olasizmi? Mana shu holatda javob bo'lar ekan. Qaysi javob? Keyingisi. Mahrajlar o'xshashmi keyingisida? Mahrajlardan bittasini yozamiz. Suratlarni nima qilamiz? Suratlarni ayiramiz. A plus B dan ayiramiz. Nimani? A minus B ni deb yozib qo'ymang. Ayirib qo'ydingiz, ikkita narsa yozyapsizmi? Bittadan oshdimi, qavs qo'yish. Tushunarlimi? Xo'sh, qavsini ochsak. A plus B minus qavsini ochsak. A plus B bo'lib qoladimi? Taqsim 2ta S. A dan A ni ayirsak 0 bo'lib ketadi. B ga B ni qo'shsak 2ta B, mahrajda 2ta S. Kechagi mavzudan kasrlarni qisqartirishdan 2 la qisqartirsak B taqsim S degan javob. Mana D javob. Tushunarli bo'lyaptimi? Mana shunday. Keyingisida ham mahrajlar o'xshashmi? Mahrajlar o'xshash bo'lsa, mahrajlardan bittasini yozamiz. 5 ta D. Surat 1 plus B ning kvadratiga qo'shamiz. 1 minus B ning qavsda kvadrati. Shunday qilamizmi? Endi kvadratlarni yoyishni bilamizmi? Kvadratlar yoyishni bilamizmi? To'g'ri. Qarang. Kasr chizig'i 5 ta D mahrajda turibdi. 1 plus B ning kvadrati nima bo'ladi? 1 plus 2B plus B kvadrat bo'lmaydimi? Shundaymi? Plus keyingisi 1 minus 2B plus B kvadrat bo'ladimi? 2B bilan 2B 0 bo'lib ketadimi? Bittasi plusdan, bittasi minus. 1 bilan qo'shsak 1 javob 2. B kvadratga B kvadrat qo'shsak 2B kvadrat. Mahrajda 5. Mana shu javob. Bormi shunaqa javob? Keyingisi. Endi bu yog'ida qarang. Mahrajlarimiz o'xshashmi? Mahrajlarimiz o'xshash emas. Endi kechagi mavzuga murojaat qilishimiz kerak. Kechagi mavzuda nima deganmiz? Umumiy mahraj berishni o'rganganmiz. 7y bilan y ga umumiy mahraj nima bo'ladi? 7y ni o'zi bo'ladimi? 7y bo'lish uchun buni nechaga ko'paytirishim kerak? 7 ga. Xo'sh, 2 taqsim 7y minus bu necha bo'ladi? 21 taqsim
7 y. To'g'ri yozdimmi? Endi mahrajlar o'xshashmi? Mahrajdan bittasini yozaman. To'g'rimi? 2 ayiramiz 21. Xo'sh. 2 dan 21 dersak, minus 19 taqsim 7. Tushunarlimi? Keyingisiga qarang. 7b bilan 8b ga umumiy mahraj nima bo'ladi? 56. Mana 56b bo'lishi uchun buni 8 ga ko'paytiraman. Buni 7 ga ko'paytiraman. 8 kere 2. 16 taqsim 8 kere 7b 56b plus 7 kere 3 21 taqsim 7 kere 8 56b. Mahrajlarda suratlarni 16 ga qo'shamiz 21 ni. 37 taqsim 56. Tushunarli bo'lyaptimi? 4 bilan 12dagi umumiy mahraj 12 ni o'zi bo'lmaydi. 12 da bo'lish uchun buni 3 ta d ga ko'paytiramanmi? 3 ni a ga ko'paytirsam 3 a d bo'ladimi? 3 ni 4 ga ko'paytirsam 12 minus b taqsim 12 d. Mahrajlar o'xshashmi? 12 d yozamiz. 3 ta a dan ayiramiz b ni. Ayirib bo'lmaydimi buni? Mana shu holatda. Keyingisi. Umumiy mahraj 5 ta a bo'ladi. Buni 5 ga, buni a ga ko'paytirsam bo'ladimi? 5 kere 3 15 taqsim 5 kere a 5a plus a ni b ga ko'paytirsam ab taqsim a ni 5 ga ko'paytirsam 5 ta a. Mahrajdan bittasini yozamanmi? 5a 15 qo'shaman ab. Mana shu holatda qoladimi? Keyingisi. Mahrajdan nechi bor buni? Umumiy mahraj nechi bo'ladi? B ni o'zi bo'ladi. B bo'lish uchun buni b ga, buni 1 ga ko'paytiramiz. 1 kere 2. 2 taqsim 1 kere 1 b qo'shamiz. B kere 7. 7 b taqsim 1 kere b. O'xshash bo'lib qoldimi? Bitta b ni yozamiz. 2 qo'shamiz. 7 b. Qiyin joyi yo'q-a? Bitta ko'chirib oling qani. Keyingi misollarimiz. Keyingi misollarimiz ham shunday. Umumiy mahraj topish kerak. Umumiy mahraj nima bo'ladi bunga? D ning kvadrati bo'ladimi? D ning kvadrati bo'lish uchun buni mahrajdan nechi bor? 1. D ning kvadratiga ko'paytiramanmi? Buni d ga ko'paytirsam bo'ladi, ha? Buni o'zi. D ning kvadratini d ga ko'paytirsam d ning kubi taqsim d ning kvadrati minus d ni s ga ko'paytirsam d s taqsim d ning kvadrati plus buni o'zimi s kvadrat taqsim d kvadrat. Mahrajlar o'xshash bo'lib qoldimi? Bitta kasr chizig'i mahrajdan bittasi. Suratlarni d ning kubi ayiramiz, d s qo'shamiz, s ning kvadrati. To'g'rimi? Mana shu holat. Tushunarli? Keyingisi uchun umumiy mahraj nima bo'ladi? S ning kvadrati. Buni mahrajda 1 bor. Buni s ga ko'paytirsam bo'ladimi? Buni esa s kvadratga. S ni 2 ga ko'paytirsam 2s taqsim s ni s ga ko'paytirsam s kvadrat plus s kvadrat 4 ga ko'paytirsam
to'rtta s kvadrat. Mahrajda 1 ga ko'paytirsam s kvadrat. Minus. Xo'sh, buni o'zimi 3 ta qilsam s kvadrat. Mahrajdan bittasini yozsam bo'ladimi endi? 2 s ayiramiz, qo'shamiz. Necha? 4 ta s kvadrat ayiramiz 3. Sening kvadratim ajoyib. Keyingisi uchun umumiy mahraj tanlaymiz. Hammasi 20. Keyingisi uchun qarang. 12x kvadrat, y kvadrat hammasi uchun umumiy mahraj bo'ladimi? Mana 12x kvadrat, y kvadrat hammasi uchun umumiymi? 12x kvadrat, y kvadrat bo'lish uchun birinchi 4 ga ko'paytiraman. 12 bo'lish uchun. Y kub ekan, eng kattasi. Kub ekan. 2 bo'ydam. Xo'sh. 4 ga ko'paytiraman va x kvadrat paydo bo'lish uchun x kvadratni ham ko'paytiramanmi? Buni bunda x kvadrat bor. 6 ni nechaga ko'paytiraman? 2 ga. Y bor. Y ning kvadratiga ko'paytiraman. Buni 12 si bor, x bor. Bitta x ko'paytiraman, y dan ham bitta ko'paytiraman. To'g'rimi? Bu yerda 3 ta hisoblayman. Ko'paytirsam buni 8 x kvadrat ayiramiz. Xo'sh, 2y kvadrat qo'shamiz 5xy. Bo'ldi, mana shu holatda qoldi. To'g'ridan to'g'ri javobni yozib ketdim-da. Mahraj umumiy deb ketdim. Umumiy mahraj qilinadigan suratlar yozdim. Mana bunday bir qadam yozmadimdan orada bir qadamni tashlab ketdim. Tushunarlimi? Keyingisini qarang. Mana bu kasrni 2y plus 8 taqsim. Mahrajga e'tibor bering. Y minus 2 ning qavs kvadratimi? Minus 7 taqsim y minus 2. Umumiy mahraj nima bo'ladi? Y minus 2 ning kvadrati. Bu tomonga y minus 2 dan bitta ko'paytirsam bo'ldimi? 2 ta bo'ladi shu bilan, to'g'rimi? Xo'sh, surat 2y plus 8 taqsim y minus 2 ning kvadrati minus 7 ga ko'paytirsam qarang. 7 y minus 2 ga ko'paytiramanmi? Mahrajda y minus 2 ning kvadrati. Bitta mahraj qilib yozsam bo'ladimi endi? Y minus 2 ning kvadrati. Xo'sh, 2y plus 8 minus 7 ni y ga ko'paytiramanmi? Minus 7 ni y ga ko'paytirsam minus 7 y. Minus 7 ni minus 2 ga ko'paytirsam plusdan 10. Xo'p, 2y dan 7y ayirsam minusdan 5 ta y. 8 ga qo'ysam 14 ni plusdan 22. Mahrajda y minus 2 ning qavs kvadrati. Mana shu. Tushunarlimi? Keyingisi uchun umumiy mahraj. Mana bunday kvadrat bor. Ikkalasi hammasi uchun umumiy mahraj bo'ladi. Bu ikkalasini ko'paytmas deganda, to'g'rimi? Bunga a plus b yetishmayapti. Bunisigachi a minus b yetishmayapti. Ko'paytiramiz. 7 ni ko'paytiramiz nimaga? A minus b ga. Mahrajni ko'paytirsak a kvadrat minus b kvadrat bo'lib qoladimi? Plus 8 ni ko'paytiramiz a plus b ga. Mahraj a kvadrat minus b kvadrat bo'lib qoladimi? Minus 16b mahrajda a kvadrat minus b kvadrat. Ko'paytiring. 7 ni a ga ko'paytirsak 7 ta a minus 7 ta b. Mahrajda bitta qilib yozib olaman. A kvadrat minus b kvadrat. Plus 8 ni a ga ko'paytirsam plus 8a plus 8 ni
plus b'ga ko'paytirsam 8 ta minusdan hisoblang. Xo'sh. 7 ta a, 8 ta, 15 ta 15 ta a. Xo'sh, 7 ta b, 8 ta b. Bitta b qoladimi? Bitta b bu yerdagi bilan minusdan 15 ta b. Mahrajda a kvadrat minus b kvadrat. Hali ishimiz tugamadi ekan. 15 lar qavsdan tashqariga chiqarsak a minus b qoladi. Mahrajda ham a minus b, a plus b bormi? A minus b'lar qisqarsa 15 taqsim a plus b bo'ladi. Tushunarlimi? Yozib olasiz. To'g'ri. Endigi misollarimiz kasrlarni ko'paytirish va bo'lish. Bir eslab olamiz. Kasrlarni ko'paytirish va bo'lishda oddiy kasrlarni ko'paytirish. Kasrni kasrga ko'paytirishda suratga, mahrajga ko'paytirilarda. Agar a taqsim b bilan s taqsim d ni ko'paytiring desa, a ko'paytiruv s taqsim b ko'paytiruv d deb yozamidik. Esga tushyaptimi? Xonzoda? Suratga, mahrajga ko'paytiriladi. Bunda umumiy mahraj degan narsa bo'lmaydi, ha? 2 taqsim 3 bilan 5 taqsim 7 ni ko'paytiring desa, 2 kara 5 10, 3 kara 7 21 deb yozib qo'yamiz. Esdami? To'g'rimi? Bo'lish esa shuni teskarisi edi. Birinchi kasr o'z holicha qoladi, ikkinchi kasr teskari aylanib ko'paytiriladi edi. Shu hodisalardan foydalanamiz. Mana. Qarang, suratga mahraji ko'paytirilsa. 2a ni a ga ko'paytirsak 2a kvadrat. 5 ni 3 ga ko'paytirsak 15c kvadrat. Bo'ldi, mana shu natija. Birinchi qaraymiz. Qisqaradigan kasrlar yo'qmi? Qisqaradigan kasrlar yo'q bo'lsa, shunchaki suratga mahrajni ko'paytirib qo'yamiz. Keyingi kasrimizda qarang. Mahrajda 1 bormi? 7 bilan 14 qisqaradimi? 2 tadan x lar qisqaradi. Y dan bittasi qisqaradimi? Bu yerda 5 qoldi, bu yerda 2 bor. 10a kvadrat b, bu yoqda y dan bittasi qoldimi? Mana natija. Tushunarlimi? Keyingisida. Mana bu kubni qavslar ichiga ta'sir qildirsam bo'ladimi? 3 ning kubi 27 bo'ladimi? A kvadratning kubi. A ning 6-chisimi? 2 ning kubi 8. B ning kubi b kub. Ko'paytiramiz. 16 b kub 21 a ning 4-chisi. Tushundingmi? Bu bilan bu 8 ga qisqaradimi? 2 tadan. B ning kublari qisqarib ketadimi? Xo'sh, 21 bilan 27. 3 ga qisqarsa, bunga 9 tadan, bunga 7 tadan. Xo'sh, a ning 6-chisi, a ning 4-chisi. Qisqartirsak, bu yerda a ning kvadrati qoladimi? 9 qoldi, 2 qoldi. 9 kere 2 18 a kvadrat qoldi. Mahrajda faqat 7 qoldi. Tushunarlimi? Keyingi kasrimizga qarang. Keyingi kasrimiz bo'lish. Bo'lishda birinchi kasr o'z holicha x kvadrat y mahrajda 7z. Ko'paytiramiz. Ikkinchi kasr teskarisiga 21 taqsim 21z kvadrat mahrajdachi 22y. Xo'p, qisqaradiganlari bor. 3 tadanmi bunga? Z bilan bittasi qisqaradimi? Xo'sh,
16 bilan 20. 4 ga qisqartirsak, 4 tadan 4 ga qisqartirsak 5 tadan. X kvadrat bilan bittasi qisqaradimi? Y bilan buni bittasi qisqarsa bu yerda 2 ta qoladimi? 4 3. 12 Z dan bittasi qolmadimi bu? 12 X ham qoldi. X dan ham bitta qoldi. X qoldi. Xo'sh, makrajda 5 Y kvadrat. 5 Y kvadrat. Mana natija. Tushunarlimi? Keyingisi ham bo'luvmi? Buni makrajida bir bor. Teskarisiga aylantirsak bir tepaga chiqadi. 18 m kub n kub makrajida 7 ko'paytiramiz. 1 taqsim 9 n kvadrat. Bo'ladimi shunday qilsak? 9 bilan 18 qisqarsa 2 tadan, n kvadrat bilan 2 tasi qisqarsa bitta n qoladi. Yuqorida 2 m kub n makrajda 7 k. Tushunarlimi? Keyingi misolimizga qarang. 7 minus x bilan makrajdagi 7 minus x qisqarsa bo'ladimi? Buni qisqartirsak, yuqorida a minus b qoladi, a plus b qoladi. Yana kallangiz kuchli bo'lib ketib, mana bu a bilan a ni b bilan buni qisqartirmang, maylimi? Maylimi? Bunchalik kuchayib ketmang. Mana shu holatdagi normal. Tushunarlimi? Mana shu siz uchun normal. Keyingisi ham bo'luv. Birinchi qarang. B ni chiqarib olsam bo'ladimi? A plus B qoladi, ichkarida. Makrajda 9. Shunday bo'ladimi birinchi kasr? Ko'paytiramiz. 3a makrajda B kvadrat. B bilan buni bittasi ketadi. 3 bilan 9 qisqarsa 3 tadan. Boshqa qisqarmaydimi? A ko'paytirilgan A plus B makrajdachi 3 B. Mana. Mana shu javob. Agar javobda qavusli yo'q bo'lsa, qavuslichiga ko'paytirib qo'yasiz. Bo'ladimi? Keyingisida qarang. B bilan buni bittasi ketsa bo'ladimi? Nima qoldi? A plus 1 makrajida 1 qoldi. Buni makraj. Ko'paytiramiz. 4 B qoldi, to'g'rimi? Makrajichi A minus 1 A plus 1 deganimi? A plus 1 lar qisqarsa. Nima qoladi? 4 ta B makrajida A minus 1. Tushunarli? Qiyin emas-a? Ko'chirib oling. Navbatdagi misollarimiz. Qarang. Birinchi qavusni yo'q desak, bitta qavus, bitta kichikgina misol bo'lib qoladimi? Umumiy makraj berib qo'shish kerak. Bunisini yo'q desak, yana bitta kichikgina misol. Endi shu ikkalasining natijasini nima qilish kerak? Ko'paytirish kerak. Xo'sh, birinchi qavusga umumiy makraj nima bo'ladi? A minus B ni o'zi umumiy makraj bo'ladi. Bu tomonga A minus B ko'paytiramanmi? Keyingi qavusga umumiy makraj A plus B. Chunki buni makrajida bir borda. Shunday bo'ladimi? Xo'sh, A B ni birga ko'paytirsak, A minus B makraj A minus B bo'ladimi? Shunday bo'ladimi? Plus A plus B taqsim A minus B. Mana birinchi qavus. Ikkinchi qavusimiz-chi. A plus buni 2 ga ko'paytirsak, 2A plus 2B bo'ladimi? Ayiramiz. Mana makrajini A plus B deb qo'ying. Ayiramiz 2. A taqsim 2A taqsim A plus qasdan yozing shuni.
joy ko'p-ku, to'g'rimi? Sizlarga ham chalkashtirmayin. Mana, buni ko'paytirsak. A. A minus B taqsim A minus B. Qo'shamiz. A plus B taqsim A minus B. Mana birinchi qavs bo'ldi. Ikkinchi qavs. 2 ga ko'paytirib chiqamanmi? 2A plus 2 B. Mahrajda A plus B bo'ladimi? Minus 2A taqsim A plus B. Mahrajlar o'xshashmi? A minus B'dan bittasini yozsam bo'ladimi? Suratlarda A minus B plus A plus B. Shunday bo'ladimi? Ko'paytiramiz biz. Keyingisiga. 2A plus 2B mahrajiga A plus B'dan bittasini yozsam bo'ladimi? Ayiramiz. 2A. Qarang. B'lar 0 bo'lib ketadimi? Bularda 2A'lar 0 bo'lib ketadimi? Nima qoldi? A ga A ni qo'shsak 2A taqsim A plus A minus ko'paytiramiz. Keyingisida 2B qoldimi? 2B A plus B. Bu ikkalasini ko'paytirsak surat 4AB surat 4AB 4AB mahrajchi A plus B. A kvadrat minus B kvadrat bo'lib qoladimi? Ikkalasini ko'paytirsak mana natija. Qiyin emas ekan-a? Alohida hisoblab ko'paytirib qo'ydik. Keyingisiga qarang. Ozgina ziyraklik bilan qarasangiz, mana shu ikkita qavsni javobi 1 minus A kub taqsim B kub degan formulani yoyilmasi bu. To'g'rimi? Va 1 ning kubi desam bo'ladi-ku. Kublik formulani yoyib chiqsak, mana shu bo'ladimi? Shuni ko'paytiramiz nimaga? B kub taqsim A kub minus B kub. Bularga umumiy mahraj bersak bo'ladimi? Umumiy mahraj bersak B kub minus A kub bo'lib qoladimi? Mahraj B kub. Ko'paytiramiz. B kub mahrajda A kvadrat minus kub B kub. Bular qisqaradimi? Qisqaradimi? Bu bilan bu ham qisqaradi. Faqat qarang, joyi o'zgarganmi? Qisqartirsam nima bo'ladi? Minus 1 bo'lib qoladi javob. Tushunadimi? Bular qisqarib ketganda 1 degan javob chiqamidi? Minus chiqqani uchun tashqariga minus 1 degan natija chiqadi. Keyingi misolimiz tenglama. Tenglamani hisoblanyapti. Qarang. Kasrlik tenglamalarda kasrga umumiy mahraj berib, mahrajni tashlab yuboramiz deb o'rgatganmidim. Kasrga umumiy mahraj bersak, tenglamada. Mahrajni yozmasak ham bo'lar edi. Hammasini to'liq qilib yozib chiqdik. Qarang. 24 butun 1 taqsim 2 nima deb yozsak bo'ladi? 48 49 taqsim shuni o'chiraman dagi. 49 taqsim 2 deymiz. Endi 15, 2, 10, 5 hammasi uchun 30 umumiy mahraj bo'ladi. Bo'ladi, ha? Buni nechaga ko'paytiraman? 2 ga. Buni 15 ga. Buni 3 ga. Buni 6 ga. Mahrajni yozilsa ham bo'ladimi endi? 8 kara 2 16 x plus 10 minus 15 ni ko'paytiramiz 49 ga. Teng 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21 x minus 6 ni 2 ga ko'paytirsak 12 11 x minus 5. Mana oddiy tenglama bo'lib qoldimi? Mahrajni yozmaylik. Umumiy mahraj berganimiz uchun mahrajni tashlab yubordik. Bo'ladimi? Endi soddalashtiramiz. Endi soddalashtirsak, ko'paytirsak
16x minus 100 plus 160 ha? İkkalasi ham ko'paytirdik. Minus bu nechi bo'ladi? 490 ga 490 ni yarmini qo'shsak 245 ni qo'shsak 490 plus 245 nechi bo'ladi? Keyingisi 21x minus qo'sh 132x bo'ladi ha buni ko'paytirsak. Buni ko'paytirsak plusdan 60 bo'ladi. Bo'ldimi? Endi x'larni, ya'ni noma'lumlarni chap tomonga, ma'lumlarni o'ng tomonga yig'ib chiqamiz. 16x xo'sh minus 21x yanachi plus 132 teng nima qoldi? Ma'lumlar 60 qoldi. Bu tomonda 160 minus 160 bu yerdan minus plus bo'lib o'tadi. Nechi bo'ladi? 735. Hisoblaymiz. 16x dan 21x ayirsak 5x qoladi. 5x minusdan 5x qoladimi? Minusdan 5x ga qo'shamiz 132x. 127 dami? Teng 60 dan 160 ayirsak minus 100. Minus 100 ga 735 qo'shsak minus plus 635. Bo'lingan necha bo'lar ekan? 635 ni 127 ga bo'lsak 5 tadan teksa kerak ha? Bunday bo'ladimi? Keyingisi qarang. Yuqori formulami? 47 minus 3 47 plus 3 deb ishlasam bo'ladimi? Mahrajan formula. 27 plus 13 ning qavsda kvadrat. To'g'rimi? Mana 13 27 o'rtada ham 13 27 2. To'g'rimi? Yuqori nechi bo'ldi? 47 dan 3 ta ayrsam 44. Qo'shsamchi 50. Mahraj nechi bo'ladi? 40 bo'ladimi? 40 ning kvadrati degani ikkita 40 ni ko'paytiramiz degani, to'g'rimi? Tushunaymi? Bu bilan bu qisqarsa bo'ladi. 4 bilan bu qisqarsa 11. Boshqa qisqarmaydimi? 55 taqsim 40. 5 ga qisqarar ekan-ku. 5 ga qisqarsa 11, 5 ga qisqarsa 8 bo'ldi. Mana shu natija bo'ldi. Tushunarlimi? Shu bilan darsimizni yakunlaymiz. 1985 dan 2111 gacha ishlab kelamiz. Shu bilan algebrik kasrlar mavzusi yakunlanadi. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar.